Hattoki ba'zilarimiz Qur'on o'qishlikda harakatini ham qilmaymiz-da. Kunimiz o'tib boryapti. Yana nima deb qo'yadi? Bu yil Ramazon yomon tez o'tib ketib qoldi. Va kunlar tez o'tyapti, lekin bu kunlardan biz unumli foydalanishimiz kerak. Al-vaqtu kasayf. Vaqt qilich kabidir dedilar. In qata'ta qata'tahu fa in lam taqta qata'aka. Agar sen uni kessang, kesib qolding, bo'lmasa u seni kesib tashlaydi. Vaqtimiz behuda ketib qolyapti. Bir oyda bitta harf o'rganaylik, bitta harfni o'rganaylik, 2 yilda yaxshigina Qur'onxon bo'lib qolamiz. Shu darajada ishimiz ko'p bo'lsa, shu darajada vaqtimiz bo'lmasa, bir oyda bitta harf o'rganaylik, himmatimizni baland qilaylik. Buni jamoatimizda Abdurauf hoji bobo borlar. Qur'on o'qishni o'rganganlarga hech qancha bo'lgan yo'q. Mana alhamdulillah o'zlariga vazifa qilib olib, men Qur'onni yodlashga kirishaman deyaptilar. Baqara surasini bir porasini yodlab qo'ydilar. 73 ga kirgan shu odam. Nima uchun biz shu insonlarda g'ayrat qilmaymiz? Vaqt ajratsak bo'ladi. Uyquni sal kamaytirishimiz kerak. Behuda suhbatlarimizni kamaytirishimiz kerak. Bularda hammasi bizning foydamiz uchun bo'ladi.